Motivatsionniy so'zlar aytsa bo'ladi endi. Qimillamayib tur. Mana qaraylar, hamma hujum ketdi. Wow, hamma ham tik bo'lib ketdi. Bugun juma, yangi mashina keldi. Mashinaga mos motivatsiya ayt. Mashinagami? Mashina. Aytaman. Ben olgansiz, endi Yana motivatsiya. Kameramiz nimaga o'chib yonyapti bizda? Hop. Motivatsion gaplar. Ne insonlarni ko'rdik, mashinasi yo'q. Ne mashinalarni ko'rdik, inson uzr. Bu boshqa edi bu. Bunisi boladan shunaqa gap. Chorli beli boshqatdan. Ne insonlarni ko'rdik, ustida kiyim yo'q. Ne kiyimlarni ko'rdik, ichida inson yo'q. Uzr. Hop, boshlaylik, tezroq boshlaylik. Chunki kecha Real Pass keldi. Men ataylabdan ochmadim, bugungi videoda ochaylik. Men o'zimga ham qiziqdi. Yangi mashinamiz o'yinga qo'shildi. Akalar, bizni bolalar Elitdir, Fazladir, Yusufxondir, boshqadir hammasi Namanganda yig'ilyapmiz. Suv ham keladigan ertaga, yaxshi. Xullas hammamiz to'y uchun yig'ilyapmiz. Kameram nimaga meni o'chib yonyapti bilmayman. Nima bo'lyapti akalar? Muflan, bilmayman. Biz yo'ligimizni kameralarni almashtirdik, to'g'risini ayt. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Mayli, hazır. Hop, demak, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'tirib yangi ajoyib qiziqarli quvnoq yangi o'qiysiz. Videoyimizda kamerani o'qib. Siz aziz obunachilar, shunaqa qarshiliklarimiz do'stlar bugun mikrofon bor. Mikrofonga nima bo'lyapti? Kompyuterimni nima qilyapsizlar men yo'g'imda? Xullas akalar, xullas. Kecha Real Pass kelganida bugun yangi mashinalarimiz keldi o'yinga. Lotus'mida nima edi mashinalar nomi? Kaktus. Motorsports Lotus. Ha do'stlar, mashinalar o'yinga keldi. 32 ming yuz tashlash kerak. 32 ming dedim, menga 24 ming tashlab. 32 tashladinglarmi? 24 tushdi. Ya akalar, yuk servisimiz, yo'q bo'ldi, 32 okey bo'ldi. Xullas akalar, yangi mashinalarimiz o'yinga kelgan, biz bularni ochamiz, Real Pass'imizni ochamiz va albatta like'larni bosib qo'yinglar, mustahkam bir like'lar kelsin va yangilik do'stlar. Onlayni kamerasi nima? Dubayga ketayotgan ekansizlar deb eshitdim. Agar Dubayga ketyapti bolalar. Nimaga? Nima uchun? iPhone olgan. 17 Pro Max olish. iPhone olgan odamlar Dubayga ketyapti. Hali chiqmagan telefonni olgani bilet olgan. Shu kamerani og'iri bor. Kamerani o'chirib yo'qaymikan? Bir daqiqa hozir qaytamiz ekan. Menimcha bo'ldi. Odamlar 17 Pro Max X olgani Dubayga ketyapti. Men nima qildim? To'g'riroq biz nima qildik? Sardorga ikkalamiz nima qildik? Shu 17 Pro Max podpischilarimizga beraylik dedik. Yangi konkurs boshladik. Do'stlar, albatta yana demaydi, shoshilmaydi. Rostdan akalar 17 Pro Max birinchisi. Hali chiqmagan telefon. Chiqishi bilan, xudo xolisa, chiqishi bilan demaydi-da. Bular kelishi bilan nechinchi kun qaytib kelasizlar? Dubaydan 26 da ketamiz, 5 kundan keyin qaytamiz, 6 kundan keyin. Xullas keyingi oy o'rtalar emas, keyingi oyi 4-da qaytasizlar, to'g'rimi? Shunaqami? 26-kuni ketishyapti. Xullas bolalarga bitta iPhone 7 aytib beramiz. Shu 17 ni podpischilar agar ko'ryapsizlar, bunday mehribonlikni qayerdan ko'rasizlar? Sizlarning orangizdan kimgadir nasib qiladi. Uning uchun Telegramga o'tinglar. Bitta odamga 17 Pro Max, ikkita odamga 25 ming yuz, bitta odamga $1000 akkaunt, qarang, $1000 akkaunt va yana 16 ta odamga 1100 dan, ya'ni o'pshi 20 kishiga bo'lingan bir sovg'amiz bor. Albatta ularni yutish uchun Telegram kanaliga o'tib konkursimizda men elit basharasi chiqaradi. Telegramni chiqarmashdi. Yonida savdolarga Zakrepleniyadagi xullas konkursimizga tezda o'tib, har bitta kanallarga obuna bo'lib, albatta ko'p o'zimiz kanallar o'tib qatnashishinglar mumkin. Tezroq imkoniyatdan foydalanib qo'yinglar. 21-sentyabr kuni g'oliblarni aniqlaymiz. Akalar, biz endi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Bu 3 ta kraskada kuchaytiriladigan bir mashinamiz ekan. Mashina chiroyli ekan rostdan va eng zo'r tomoni bu mashina nima bilasan?
Bu mashinani 30 ga ham tushib qolish ehtimoli Ha, bor. aytgancha bu Ruletga. razgon emas, bu. Da, razg'unbas akalar. Ya'ni har bir odam sizlar chiqib kommentariyada yozarsizlar, agar chiqib qolsa 30 ga ham mashina tushirib olish imkoniyatinglar bo'ladi. Mashinalar juda ham chiroyli, buni ovozini boshqasini biz hali albatta ko'ramiz, lekin undan oldin men kichkina ishcha qilib olay. Kecha Real Pass keluvdi, men ocha olmagan edim. Bugun ochib olaman shu Real Passimiz tezlik bilan ko'raylik nimalari bor, nimalari yo'q, ko'rmaganlar uchun. Ha azizlar. Mana berchi hammasini. Hop. Okey. Akalar, men har doimgidek sizlarga Real Pass sotib olgandagi tekinga 100 level qilishni o'rgataman. Tekinga Real Pass 100 level qilishni, uni qanaqa qilishni bilasizlar yoki bilmaydiganlar uchun hozir men o'rgataman. Ol buni. Nima bo'lyapti? Ha, bunda mana bu joyga kirasizlar do'stlar. Mana bu joyga o'tasizlar. Mana bu yerdan 1100 ligida masalan men 7 ta olsam, 100 qaytarib beradi akalar. Shuni hisobiga missiyalar bajarganimdan keyin 100 larni qaytarib beradi. Tekinga menga 100 level Real Pass bo'lgani foydaga qoladi jigarlarim. Wow. Hammasini olamiz akalar albatta. Tugaydimi bu? Hayriyat, tugadi. Real Passimizni oldik. Esishdi sizlar ham Real Pass olginglar kelar, misol uchun yoki bo'lmasa mana shunaqa mashina open case qilginglar kelar. UC series kuchukcha A3113 Ultra UC pastga chiqishcha Ultra UC bir nimalar shunaqa qidirsanglar ham chiqadigan qilib qo'ydik biz poyezddan sizlarga udobniy bo'lishi uchun mutlaqo rostini aytyapman. Men bitta o'zimni komandamizni tuzaylikmi yoki kimgadir qo'shilaylikmi? Kimga qo'shilaylik? O'z komandamizni tuzamiz akalar. Biz o'z komandamizni tuzamiz va ochamiz, bo'ldi. Всё. Gap so'z yo'q. Hop. Endi mashinalarga kirsakda, sekingina boshlasak do'stlar. Birinchi o'ntaligimiz har doimgidek videoni ko'rmasdan like bosganlar uchun ketdi mana. Nima deb o'ylaysan? Necha yusiga tushirar ekanmiz jigar? 4000 yuz yetsa kerak, 4000. Hammasini olishga 4 tasini. 4 tasimi? Endi mana shu yusiga menimcha hech bo'lmasa 3 tasini tushirib olsak ham menimcha xursand bo'lsa kerak-ku. 4 tasini tushirishga harakat qilamiz. Xo'sh. Men oxirgi mashina bersa. Endi nima qilamiz bilasanmi? Tamam, 30 ga ochib mashina tushirib qo'yamiz. Uzr. Taktikasi qiling, legendarniy taktikasi keyin emas. Qaysi taktika edi? Men taktikamni aytayman. Ha. 3-chi o'sha ochilgandan keyin propust bosing. Okey, u ham men taktika. Mana chinakam to'pga kesganmiz, mana shundan do'j tushgan. Xo'p, Qo'y. Akalar, ko'p taktikalarni o'zi otasi o'zim bo'laman. Lekin mayli. Shogirdlarga tarqataylik mana taktikalarni. O'zinglarniki qilinglar akalar. Men o'ylab topganman, sizlar ham chiqib ishlar nimaydi. Bang mana. Ukraina, mana qaranglar, bo'pti. O'zimizni eng legendarniy taktikalardan bittasi mana buni qilamiz. 3 ta bittalik. 2 ta 10 talik mana ketdi. Qani, ozgina propusksiz ochaylik, ko'raylik qanaqa propusksiz, qanaqa propust bilan qanaqa, uni ham ko'ramiz hozir. Oha. Buni ko'p ko'ramiz buni, chunki eng ko'p beradigan narsalardan bittasi bu. Yaxshi, sochini berdi. Yana qaytib bersa bizga anaqa aylanadi. Yaxshi tomoni mana bunaqa material aylanadi. Yaxshi, legendarnilar beryapti. Juda go'zal, oydanda go'zal. Yana bitta mana shu taktikani qilib ko'raychi. 1 2 3. Endi propusni olmasdan bosaychi mana. Yana bitta. Bes propus foydasizroq-da, bunaqa narsalarda bilaman-ku men akalar. Yana men gapiraman. Bo'pti, ketdi mana. Yana taktikam bor, qanaqa taktikam bor? Yaxshi ishlagan taktikalar, ha. UC bosar, 8100 tanlaysiz. UC ga bossam qotib qolishi mumkin bizda shunaqa bug bor. Bug qilib qo'yishgan. UC ga bossa qotadigan. No mayli. Bitta kirib chiqishda ishlamaydi. 8100 bossasiz, adminni bossasiz, qotmaydi okey. Hop. Propust 60 UC, bes propust 10 talik. Propust bilan 60 UC, bes propust 10 talik. bes propust bilan 10 talik mana bu. Qani. Bu deydigan narsa emas. Zato birinchisi berdi. Ha, mashina beradi endi. Boshqasini qo'ysan qol. Ana. Qiyin emas jigar, mana shu ikkitasidan bittasiga bong tushasan. Voy yana shu. O!
Uzr dunyo. Tez o'qiy qo'lima. Sen keyin boshqa joydan o'qisanda? Ko'rasan, aka bo'ldi. Uzr. Yaxshi. Yaxshi. Ana taktika ko'rsatdik. Ha, endi men taktikalar qilib tayyor qilib qo'ydim, pishgan qovunni yeb ketdi-da iflos. Chilem berdi. Yo'q edi. Uka, bu nima bilasanmi? 100 serisimiz omad. Taktika shartmas o'zi u yoqda. Kaska ham bir chiroyli kaska ekan, yaxshi, yomon emas. Hop, lekin biz 2 marta tushirishimiz kerak sariq. O'shandan keyin 3 ta material tushirsak, bitta boshqacha rangiga aylantirib olardik. Qanaqa ranglari borligini hozir sekin ko'ramiz biz aka. Oldin tushirib olaveraylik. Qaysi mashinaga o'zi bular? Bular adashmasam Dacia bilan Coupe bo'lishi kerak. Mana bu 4 tali turibdi. O'zi bo'ylaman men uni, bor, kattaroq-yu. Urusga o'xshaydi. Ha, urusga o'xshagan. Da. Yana propus bilan ikkita 3 ta ochaymi? Hech qanaqa taktika shart emas kerak. Bam ochamiz tushadi. Mana qaranglar, mana bam ochamiz tushadi. Zo'r. Taktika kerak ekan, taktika kerak ekan. Bermay qoldi, nima qilasizlar? Kirasizlar, chiqasizlar, boshqatdan kirasizlar, Lotus. Okey. 3 ta bosaman mayli mana. 3. Yana xuddi shu taktika, mana 3 ta bosamizlar. 2 3 Voy taktika yaxlayning. Yana bir marta ishlasalarga bilmadim, o'zim hech qachon kechirmasdim. Propus bilan bittalik. Biz propus bu taktika agar bagini topsak zo'r, yana boshqaning bitta deb berdi yana. Oladiz. Ko'rdingizmi? Yo'q, hozir yana berib yuborsa, podpischilar yemasdi. Shu taktikada akalar kechgacha mashina chiqaringlar, menga desa. 100 yil bizdan olsanglar bo'ldi. Qani? Davay jigar. Bunisini ber safar. Bitta. Ha, bu chiqdi. Bo'pti, yana bitta imkoniyat sanga, mana shu imkoniyat sanga yana bitta. Kechirmayman, bu bitta beror bo'ldi jigar, dushi. Qani? Davay. Elitga ishondikda, bir tusharmingga. Propus bosib olgim kelyapti. Mayli. Hop, nechtaga berar ekanman? 720 taga berar ekan. Okey. Men ikkita rangini obmen qilishimiz uchun bizga mana bu kraskadan 240. Okey. Menimcha mana shu 100 ga tushirib olamiz yana. Bemalol ikkita mashina tushirib olsak bo'ladi. Keyin bittasini kraskada bersaydi zo'r bo'lardi bizga, boru. To'xtaylar, mana bittalikdan 5-6 ta ochaychi. O'ziga keltiraylik bir PUBG. Davay. Bizga berishing kerakligini his qil bir. Berarmigina? Nima deb o'ylaysan? Taktika qilyapman, bor. Ha. Mashina ochib oling. Endi ayt. Propuska bilan bitta 60 cc oching. Hop. Bez propuska oching. Ha, bez propuska 60 ga. Ha. Okey. Ya bitta 10 talik propuska bor. Lekin ana yashil mashina olib keting. Chiqdim men. Davring o'tibdi, kechiribsan bo'ldi. Bo'ldi. Obro'ning qo'yib turishim kerak edi. Da. Taktika berdim, bo'ldi. Endi shu taktika tushirdim-ku deb. Jim o'tiring, 40 taga aylandi. Bo'p, men yana seni taktika qilgim keldi, mayli. O'zimni qilgim keldi. O'zimni qilgim keldi. Mana. Balki berar, balki bu bagdir balki. Yo, o'sha paytda o'zi aslida o'zi omad kelganmidi yoki buni taktikasida nimadir bormidi? Elit aslida kimligini mana bilib olamiz. 3 marta qildik, 3-inchisi halol keldi. Yana tushsa demak bir nima bor. Max kaska tushdi. Qani, PUBG bizni qiynamagin-da. Sarig'ini beruvda, endi bunisini bersin. Yoki yana bir marta sarig'ini mayli. Okey, rozimiz yana bir marta sarig'ini berishiga ham. Kraska aylanadimi? Da, adashmasam. Yo'q, hozir kraskaga aylanmaydi. Ikkinchi mashina bo'lish uchun baribir bitta mashina bo'lish kerak yana. Shuning uchun mashina tushgani foyda bizga. 3-marta tushsa keyin kraskaga aylan. Men bundan ham bersa ham mayli edi, orada umuman bermayapti. Nimaga unaqa bilmayman. Nega? PUBG bizni qiynamas nechiga? Mana shu bu sarig'i yana bir marta ber. Roziman. Yo'q, ko'p yosari. Yo'q buni. Chiqarding PUBG? Bersangchi.
2 3 Kompaniya ochib chiqingchi, 10 talik. Hos. Mana buni o'zgartirib chiqaylikchi. Balki gap shundadir. Do'stlar, bu orada ikkinchi kanalda streamda bo'lyapti va nima demoqchi edim, ha? 18-dan 28-gacha PMSL boshlanadi do'stlar. PMSLlar albatta stream qilamiz. Yo bu kanalda yo nari kanalda qilamiz. Ultra efir degan kanal ochganman faqat streamlar uchun. YouTube'da albatta o'tib obuna bo'lmagan bo'lsanglar, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bir marta o'tganinglardan keyin bo'ldi. Shu bilan har doim streamlarni o'tkazib olmaysizlar. Shuning uchun ikkinchi kanalimizda sizlarni kutamiz. Bu kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. 1 sekundlik ish do'stlarim. Streamlar zerikkanda boshqada komanda bilan streamlar har kuni, pashti har kuni bo'lyapti stream. PMSL ham o'sha kanalda ko'rishimiz mumkin. Yoki bu kanalda qilarmikin, men ko'ramiz, unga bir qaror bermadik hali. Shuning uchun ikkitasiga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar qaysi birida stream yoqsa xabarsiz qolib ketmaysizlar. PMSL bilasizlar, 1 yilda 2 marta bo'ladigan turnirlardan bittasi. Qiziq. Lekin afsuski upgrade jamoamiz chiqa olmadi u turnirga. O'zbekistondan Arcade bilan 721 jamoalar chiqishgan. U komandalarni endi xudo xolisa streamda qo'llab-quvvatlab o'tiramizda endi. To'g'rimi? Nima qilamiz? Undan keyin PMGC bo'ladi. O'sha eng katta jahon chempionatiga O'zbekiston uchun bitta slot ajrattirgan. Ularni hammasini streamlarda boshqalarda albatta gaplashamiz. Xudo xolisa. 18-kuni bu yog'i oz qolibdi, 18 ga ham xayriyat, shundan yana ko'proq berish kerak bizga. Bosaylik propus bilan. Ber yana bitta mashina. Oxirgi 10 talik yozib qo'ygan, 100%. Yani bitta mashina bersaydi, hammasini olishga Endi beradi, aka. Endi beradi. 3 top chiqib ketardi. Qaytayapti. Yana bitta mashinani u yoqdan oldik olardik, keyin yana mana bu kraskadan olardik. 3 ta mashina bizga yetardi. 4 ta bo'lish shartmi? Yana 8100 tashlaylikmikin, ha? Yetmaydi-da hozir bu, chunki 700 ta, okey. Hozir akalar, 1 daqiqa biz yana bitta 100 olsak, o'shanda qaranglar. Bunisi chiroyliroq-da, men shunisini olmoqchiman men. Ikkisini ham qo'yingchi? Bu bo'lmaydi. Bu oddiy, masalan. Bu ikkitasi, buni olmoqchiman. Hali ko'ki bor. Hali tushundim. Lamborghiniga o'xshar ekan. Qaysi? Ko'ki bo'lmas ekan. Lamborghiniga o'xshab ketar ekan. Da. Sizda bormi ko'ki Lamborghini? Ha, bor. Bu ham o'zi Lamborghini, hammasi Lamborghiniga o'xshar ekan. Aytaman, bu ham Urusga o'xshaydi, qarasang. Urus. Bu rostdan Urusniki. Yo, bu dachi Turk, hammasi turkchilik ekan. Yo, men banaqa ekan, kupe ekan, uzr. Yo, da, bu kupe ekan. Bu turkchilik ekan, bu ham kupe ekan. Bo'ldi. Hozir 100 yana bitta 8100 tashlaylik-da, chunki nimaga desanglar, hozir yetmaydi akalar. Shuning uchun mana olamiz, buni olamiz. Kupega o'shundan ham yetarli, bunisi bo'lmasa ham bo'laveradi. Kelgan bosib ko'ring-chi ustiga. Mana bunimi? Allamini? Bu Shilemi bu? Tikva, yo'q. Aksessuar tik. Mashina tepasiga qo'yib qo'yiladigan. Bu nima ekan? Orqasiga-da 270 ta pulga olishga arziydi. Soqqa qildirish. PUBG rostdan ham soqqa qilishga yo'lini topibdi akalar. Men sizlarga aytsam. Tushdi. Hop. Ketdik. Rahmat sizlarga. Hop. Propus bilan ochaymi hammasini, samimiy bilyapti. PUBG bizga bitta mashina berarsan balki. Yo'q, propusda hech narsa yo'q akalar. Propusda hech narsa yo'q. Ozgina kutib bo'lsa ham bez propus ochganim yaxshimi deb o'ylab qoldim. Optilagan berib olishim mumkin. Nagruzka kelgan turga. Aslida biz hozir pulga ham hammasini ola olsak kerak-da. Bitta mashina bersa, cho'tki bo'lardi. 100% ham 4 tasini ham olardik.
Qani PUBG davay. Berarsan balki bizga. Hech qachon. Balki berarsan bizga. Shunaqa ham bo'ladimi? Ha! Oo! Xayriyat. Tabriklayman, tabriklayman. Rahmat. Va nihoyat. Va nihoyat. Shu pulga yetdik biz. Yana ketmoqchi Bizga- beramiz. Ha, bo'ldi. Ya endi bo'ldi qildi deyapti. PUBG ham o'zi sezyapti. Bo'ldi otida. Bo'ldi, ha. Hurmating bor desa sekin to'xtat deyapti. Ikkitasini olsay, akajonlarim, mehribonlarim, buni olsay. Oo. Endi hozir qara nima bo'ladi bilasanmi sen? Buni hozir ochdi. Mana bu yana yo'q bo'lib qoladi. Buni yana bitta olamiz. Hop, endi 511 ta bor ekan. 511 taga bundan nechta beradi? 2 ta beradi. Kanalni ochishimiz kerak bo'lyaptimi? Yo'q, menimcha bo'ldi. Tabi hozir ochganmiz. Baribir men buni uncha qiziq emas-da. Men bilan bu bir xil past rangida farqi bor, xolos. Bu qolsin bo'lmasa bizda. Yani bundan hozir 2 ta olsak, uchinchisiga yana 240 ta. Voy, hozir vashcha ko'p ketib qoldi. No, normalniy. Mana shu 3 ta mashinani oldik. O'sha o'zi orqa fonimizga ham menimcha 3 tasi tushadi. Ha, o'yinam bildi. O'yinam qotib qoldi. Da, menimcha akalar yetadi-yu, ortadi. Orqa fonimizga ham 3 tasini qo'yamiz. Nimaga o'tmayapti bu? Hozir kirib chiqamiz akalar. Ishlab ketdi. Kirib chiqish kerak bo'lmay qoldi, ishlab ketdi. Hop. Qani? Yangi sedanlar qani? Buni bunga qo'y, buni bunga qo'y, buni sedan. Hozir ana oxirgisi Lotus. Qotib ketdingiz. Bu McLaren. Lotus qani endi? 3 ta oldikda biz hozir. Ha, mana. Okey. Biz buni hozir bir minib ham ko'ramiz hozir. Lekin. Ana Lotus. Ha, buni qo'ydik. Buni o'rniga qani yangi mashinamiz? Bizga buni beringlarchi. Buni qo'ydik. Lekin bunga buni qo'yib turib hozir endi bitta parkga kirib minib ko'ramiz akalar. Ko'raylik-chi, hamma ovozini ko'raylik. Menga ovozi qiziqda. Hamma mashinalarning ovozi qiziq bo'ladi o'zi. Buni ovozi qanaqa ekan? Masalan, Koenigsegg mashinasini ovozi o'shanda chiqqanda ham aytganman, ochganman, lekin baribir aytganman. Bilasizlar, ovozini yoqmaydigan darajada xunuk ovozi. Bizdagi Cooper qani? Cooperni kimdir minib ketibdi. Voy ablahli. Ha, o'ng tomonda turibdi. Ko'rdim. Ovoz zo'r. Elektromobilga o'xshaydi ovozi. Banoga o'xshamaydi. Teslaga o'xshaydi rostdan. Tesla'ning o'zi bu ovozi. Elektromi Lotuslar yoki ovoz yo'q ekan lekin akalar, rostdan zo'r mashina ekan. Bunda sal ovoz bor. Wow, mana shu rangi ham chiroyli ekan o'zi. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Tamam, biz o'zi ikkinchisini uchinchisini qo'ymagan edik. U Dachaga edi adashmasam. Lekin menga Dachani ovozi yoqdi, ovozi zo'r ekan. Bezukda. Odamlar eshitmaydi kelgan. Da, balki odamlar ham eshitmasa, buni bir sinab ko'ramiz bugun streamda, xudo xolisa. Xullas, akalar, ko'rib turganlaridek, mashinalarimiz juda ham ajoyib bir holatda. Menga yoqdi, men ha deyman. Xo'p, do'stlar, hammalarga oxirigacha videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Albatta, hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yish, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish sizlardan chiqmasin. Albatta, 17 Pro Max va $1000 akkaunt, 50 USC va undan tashqari yana 1000 USC larni yutib olish xohlasangiz, Telegram kanaliga o'tib qatnashish sizlardan chiqmasin. Keyingi video keyingilarda ko'rishguncha hammaga xayr, tinch omon bo'linglar. Bye bye.